Salom obunachilar, yana sizlar bilan men Roblox bugun yana video olamiz. Sizlar men aytdim 20 ta obuna va 100 ta like dedim. Sizlar 22 ta obuna va 109 ta like sizlar. Bu degani bu videoni 3-qismi chiqadi degani. Mana 3-qismini tayyorladim. Endi boshlandi. Zararma kerak. Bizlar çoğunabız. Direkte kliple olabilir. Olur. Rahmana çok oldum. Çok oldum. O'tgan safar ikkinchi qismida bugun ikkinchi qismida ko'p davsh chiqibdi ekan, shuning uchun pasaytiraman. Davsh chiqmoqda darajada qilamiz. Mana qitagina davsh qilib, chunki zil qilmasligingiz uchun. Ana suv oldim. Endi bir eshik biz bor. Tosh kerak, tosh bilan ana. Tosh sababi bize ana odam neydi? Şu yanakda bu daraxtlar olyar toshlikni qurish uchun tosh yig'ibman. Toshligidan qurish uchun taxtaligan korchi taxtaliga himoyalash uchun toshligidan quraman. Endi sizlar aktivligingiz yaxshi bo'ladi. Men so'rasangiz avatarlaringizni edit qilaman. Obuna bo'lib, like bossangiz so'ng qilaman. Obuna bo'lib, like bosmasdan yozsangiz niklaringiz men ko'raman. Buyursam ham direktcha bosaman, faqat like bosaman. O'zingiz bilib olasizlar so'ng obuna bo'lish kerakligini. Asiyozne aytib obuna bo'lmasangiz yo'q. Men qila olaman. Chunki men maqsadim 100 ming ta obunachi. Men yetishim kerak axir. 100 ming ta. So'ng face reveal ham qilaman. Yuzimni ko'rsataman. Shu YouTube'da, Telegram'da emas. Mana iloji bo'lsa zara ko'proq tosh kerak. Mana yana bor ekan. Ana yana qopti. Ana ishladi. Zara 20 ta 10 mana 35 ta toshimiz bor ekan. Sizlar yaxshi qotmikan qilish uchun 60 FPS qilib ko'rsatyapman. 60 FPS da telefon qizib ketibdi, ko'tara olmayapti. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Face reveal'dan keyin 1 million ta agar 100 ming ta yig'sak, so'ng 1 million tadan keyin hayotdagi videolarni ham olamiz. Hayotda ham video olamiz. Xohlagan ko'chaga chiqqanmi,
post qilaman yoki short qilishmi? Bu ok tashlamaylik buni. Biz quramiz hali. Bittadan tosh. Mana vaqtim o'tib bo'lmaykan. Endi bizlara craft buni molotokcha grabbiz, defensiya grab. Mana bundan kerak. Fixmi bu? Qiyshiq ekan. 6-kuna keling. Mana qo'ya. To'g'richi 6-kun. Mana 6-kun. Bular hamma narsa sekin bo'ladi. Hamma narsani tez qo'limdan. Masalan, keyingi qism 30 ta like yoki 30 ta like, 50 ta like, keyin 30 ta obuna bo'lishi mumkin. Men kutaman yoki boshqa videolar chiqaman shu 30 ta like, 30 ta obuna bo'lmaganicha. Chunki men suvsizlikdan o'libman. O'laman. Suv ich. Ovqatingiz jonimiz bo'lsin endi. Ana. Qurolli. Bu havodan bu. Mana. Tosh biz yetmay qoldi. Endi bizga tosh kerak. Ko'proq tosh yig'amiz. Bu tog'da faqat tosh paydo bo'ladi. Mana tosh. Bu kadar suv var ekan. Endi yana tog'ga chiqib tosh yig'amiz. Aytishingiz mumkin, mana shu yerda ham yurgan joying tosh kerak, lekin unaqa toshlar olib bo'lmaydi. Bilimdan lekin olib bo'lmaydi. Olib bo'lganda yaxshi bo'ladi. Yomg'ir boshlandi. Ayiq bor ekan, lekin o'lish mumkin, ayiq kuchli. Çünkü buğruluğu çok korktu. Böyle kabutunu da kaçan böyleyken de kuşun ekiyle olur geçiyor. Ay oldu, nasıl bir ayıklayamam. Bakkal olur geçiyor. Mana. Bularni olamiz. Taxtani kami bo'lmadi. Taxtani kami yo'q. Sekin chiqishga urinmoqda. Oyoq qo'yib qo'ydi. Bo'lmadi ekan. Shunga yuruvdi lekin terisi yaxshi edi. Oh, mana ekan. Çıkılmıyor diyor. Çık.
İşiniz kalmadı. Ana, ne dedim? Burayı böyle topçum kulağı dedim mi? O ziyana bulunmak gerek bile oldu. Digin cevap bir ama bazen ağır dabdalasın çıkar giderler. Kanıyla şey değil. Mana hoz borla hücum qilish kerak. Chiya bo'lishi ekan. Olasi qolsin. Go'sham o'zi ham tushmaydi. Qo'chibdilar. Maki. Ocho qo'ydilar qilamiz. Endi. Men to'playdi maki. Ul. Ulma. Aku tish kerak, suv ichish kerak. Ana. Bo'ldimi? Ula ketdimi? Bo'ldi. Yaxshi. Bizga aslaha kerak. Craftga ketsak, tushamiz. O ana. To'xtama. Kal bo'ldi. Toshlar qidiramiz. Tosh kerak. Shuning uchun tosh kerak hammasi. Kal. Zaten kal. Tosh. Yani bitta tosh ne falan ishlamabdi. Kodobda ekan. Ko'p tosh kerak. Narsa kim qayerga beradi? Mana 7-kun keldik o'g'illarchilar. 7-kun. 7-kun va bizga yana daraxt kerak. Chop. Videoga to'plandi. Chop. Mana chop. Sindi kir boltam. Yana. Esimdan chiqib ketdi. Mana kir. Ayak. Öldüm. Şunca diye kanım antırdı. Nasıl lan kanı? Aman yok oldu ki. Ayak koç gitti. Ondur koç gitti.
Üzeri mekidik. Üzeri olmasa bu. İnventarya girdik, resurslara girdik, suyumuz, elektrik. Üzeri timimiz gerek. Mogla olduğu için. Bu. Tanımak için. Böyle. Güzel. O ana toşlamana yana spawn oldu. Baka gir, craft'a gir. Mana toş olacak. Hiç bulmasla geçiyorum. Uyup biliyordum toşlayana spawn bo'lishini. Mana yana bu. Şu kommentariya yozib mana ham chiqaring deganlaringizga duza tashlab qo'yganman. O'zingiz olib kirishlaringiz mumkin, faqat bu o'yinda bir-bir o'ldirish yo'q. Shuning uchun tushunib olasizlar. Bir-birimizni o'ldiramiz. Xafa bo'lmasizlar uchun. Yoki shu qo'shgan videolarimdan sizlar uzoq bo'lishing. Bu o'yinda o'zi shu narsalarim bor. Bittasi aytganimdek o'ldirib ketdi, hamma narsalarim yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun endi o'ldirish yo'q bir-biri. Bazama kirib olaymiz. Va obunachilar, bugungi videoni 3-qismi tugadi. 3-qismi tugadi. Men 2-ydim, 3-ydim bilmayman, shu qism tugadi. Keyingi qismni 150 ta like va 30 ta obunadan keyin chiqadi. Xayr.